Kirpichni uy izlayapsizmi? Mana shu uy aynan siz uchun. Kattagina zali, mягкий mebel, ukrainskiy pechka operator. Mana shu yerga yangi televizor. Bu kattagina zal, eng qizig'i lokatsiyani ko'rsataman operator. Selxoz instituti to'g'risida, Kapital bankning yonida kirpichni 4 qavatlik binoni 4-qavatda joylashgan 2 xonali super lyuks xonamiz. Ana shu kattagina zali eng qizig'i, mana shu tashqari taraf kiraverish, eshik kiraverish bo'ladi. O'ng qo'limizda garderob bo'ladi, to'g'rimizda kuxni bo'ladi va kattalar uchun yotoqxona operator. Televizor, mягкий mebel qo'ygan, mana shu do'xspalni divan, ikkita shkofchasi bor, biralari bor, o'zini garderob shkofi bor, eng qizig'i termos zonasi ham bor. Eshiklarga e'tibor berasizlar, akam eshiklarni yaxshisini qo'yganlar. Bu kuxni o'tirib yeydigan joyi, ugaloq qo'ygan akamiz akkuratni, oilaviy mana shu yerga o'tirib yeydigan joyi bor. Xolodilniklargacha qilgan. Mana shu kartinaga necha. Ana endi bu yer kuxni qismi bo'ladi. Kuxni balkonga chiqarilgan, bilasizlar, bu g'ishtlik dom 77-seriya yoki 76-seriya bo'ladi. Bu kuxnisiga ham trezasi bor. Ko'chani bo'yida joylashgan mana shu kirpichli domimiz. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, 53500. Sorochniga ozgina savdosi bor, sotilib ketadi. Bir kunga sotilib ketadi. Shu ofshor sanuzelni va shu maza qiladigan joyi, mana shu oyoqdagi 60 ga 60 Xitoy kafel ishlatilgan, vanna, rakvenni, unitaz, ariston, hatto mana shu fengacha qilib qo'ygan akamiz. Yangi hamma narsa. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar.